Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Noldan oxirigacha, ya'ni oxirgi bosqichgacha tugallangan loyihani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Misol uchun mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Hotel Booking Cancellation Prediction, ya'ni mana ozroq pastga tushsangiz, mana bu joyini o'zbekchada yozib qo'yganman. Ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun. Mana shu qilingan loyihadan maqsad mehmonxona menejerlari uchun buyurtma bekor qilish ehtimolini oldindan aniqlash, foyda, riskli buyurtmalarni oldindan aniqlash, resurslarni optimallashtirish va marketing strategiyasini yaxshilash. Mehmonxonalardan tushgan zakaz bo'yicha qilingan loyiha. Mana bu yerda technical contributionlar bor. Pastda business contributionlar ham bor mana. Ya'ni texnik tarafdan nimalar qilinish kerak, nima foydasi bor. Biznes tarafdan nimalar qilinish kerak, nima foydasi bor. Barchasini ko'rib shu yerdan o'qib olishingiz nima bo'ladi? Mumkin bo'ladi. Loyihani umumiy ko'radigan bo'lsak, misol uchun mana aytaylik, bir nechta nimalardan bosqichlardan iborat. Mana advanced algorithms, data processing, IDA, feature engineering har bittasi keyingi qadamga o'tish uchun knopka bilan nima qilingan? Mana qo'yilgan mana. Feature selectionga o'tishingiz mumkin, keyin samplingga o'tishingiz mumkin, keyin advanced algoritmlarga o'tishingiz mumkin, keyin tuningga o'tishingiz mumkin. Mana bitta knopkani bossangiz, bo'ldi, o'sha joyga o'tib ketaveradi. Mana bu go to best stacking model degani mana bu oxirgi modelga nima qilish, borish hisoblanadi. Ya'ni clickable qilib tayyorlangan loyiha. Ko'rishimiz mumkin, buning ichida Fast API bor mana, app. Buning ichida Fast API ning ma'lumotlari, keyin ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda demo ning ichida Gradio bor. Birinchi mana app, mana bu Fast API niki. Mana bu Fast API niki va Fast API dan keyin mana demo ning ichida app, bu Gradio niki. Ya'ni user interface, Gradio UI deydi. Mana shuning uchun keyin bizda nimalar bor? Docker bor. Mana Docker Ignore, Docker filelarimiz bor. Va mana shu loyihaga kerakli bo'lgan barcha bosqichlar nima qilingan? Mana GitHub YML faylari bor. Bular ham albatta CI/CD uchun, ya'ni continuous integration, continuous development uchun kerak bo'ladigan nimalar, narsalar hisoblanadi. Mana bu yerda Gradio bor, misol uchun mana bular ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bitta loyihani noldan toki oxirgi bosqichgacha borgan varianti. Mana shuni ko'rsatishni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana bu yerda nimalar kerak bo'lsa, mana deploymentga kiradigan bo'lsangiz, deployment bosqichida, deployment stepsda nimalar qilinganligigacha nima qilish mumkin? Ko'rib o'tish mumkin mana. Loyiha tuzilishi, boshqalari, barcha ma'lumotlar nima qilingan? Ko'rsatib o'tilgan. Notebookga kiradigan bo'lsak, bizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni end to end project. Ya'ni boshidan oxirigacha qilingan haqiqiy realniy projektni mana shunday aytsa bo'ladi. Keyin bundan oxiri AWS dan bor. AWS da o'rnatilib chiqilgan. Mana men sizlarga buni ko'rsatishim mumkin, muammosiz. AWS bu cloud hisoblanadi. Haqiqiy cloudga o'rnatilgan variantda mana shu holatda turgan bo'ladi. Va bundan hozirgi men ishlab turgan haqiqiy silkasi mana. Predictni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda nima qilishingiz mumkin? Haqiqiy bu loyihani ishga tushirib, mana execute'larni bosib, mana bu yerda parametrlarni berib, chiqayotgan natijani nima qilishingiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu holatda nima qilar ekanmiz, demak, loyihamizni end to end holatida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.